Yengil avtomobillar uchun uzatmalar qutisi asosan 5 turga bo'linadi. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy konstruksiya, yuqori ishonchlilik, avtomobil ustidan ko'proq nazorat qila olasiz. Eng asosiysi yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Avtomatik uzatmalar qutisi haydovchining ishtirokisiz uzatmalarni avtomatik ravishda o'zgartirib bera oladi. Shahar sharoitida tirbandliklarda bu juda ham zo'r yechim bo'lishi mumkin, lekin mexanik uzatmalar qutisiga nisbatan ko'proq yonilg'i sarf qilish ham mumkin. Robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bu spleniy va uzatmalarni avtomatik ravishda boshqara oladigan mexanik uzatmalar qutisi hisoblanadi. Bir diskli yo ikki diskli bo'lishi mumkin. Bundan oldingi avtomatik uzatmalar qutisiga qaraganda tejamkorliroq hisoblangani bilan, lekin uzatmalarni o'tishi sal sizga qo'pol sezilishi mumkin. Variator yoki CVT uzatmalarni uzluksiz o'zgartira oladi. Yumshoq tezlanadi, yoqilg'i sarfi optimal darajada bo'ladi, yumshoq, sekin haydash uchun mos keladi, dinamikasi pastroq hisoblanadi. DSG yoki Sequential bu ikki disiplinali uzatmalar qutisi uzatmalarni avtomatik ravishda tez va yumshoq uzatib o'tkazib bera oladi. Asosan sportkarlarda ishlatiladi. Bu barcha turdagi uzatmalar qutisiga qanaqa moy quyish kerakligini keyingi videoda gaplashamiz. Reklamani yomon tiqaman, bora.